Sizda ham bu xatolarning hech bo'lmasa bittasi bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Birinchisi signallar, ko'krak qafasidagi og'riq, noqulayliklar, tanadagi shish va uyushishlar, teridagi o'zgarishlar, tekis yo'lda yoki zinapoyadan ko'tarilgandagi noqulayliklar. Ikkinchisi qon bosimini tushiradigan, qonni suyultiradigan va antibiotiklarni shifokor ruxsatsiz, nazoratsiz qabul qilish. Uchinchisi qon bosimini nazorat qilmaslik. To'rtinchisi hayot tarzini o'zgartirmaslik, ya'ni kam harakatlik hayot tarzi, uyqu vaqti va sifatini buzilishi, tuzli va yog'li ovqatlarni suiiste'mol qilish. Beshinchisi va eng ko'p uchraydigan xato o'zboshimchalik bilan dorilar yoki har xil giyohlarni iste'mol qilib, ahvol og'irlashtirilganda shifokorga murojaat qilish. Bunda sizni davolanishingiz qiyinlashadi, asoratlar ko'payadi, umr qisqarishi ham mumkin. Savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Rahmat hammaga.